Xo'p, mana shu do'konimiz hamda ichidagi kvartirasi bilan sotilyapti. 2 xonali kvartira. Bu hozir kvartirani o'zi yaqinda $5000 qilib rasxod qilishgan. Oxirida qo'yaman kvartirani ham holatini. Hamda mana do'konlari, frezer apparat mana $4000 olib kelingan qosonxona va albatta hozir 24 yillik do'kon ekan. 100 ta domda ichida bitta 2 xonali kvartira bilan magazinlarni sotib ketishyapti ekan. Boshqa yer uy olishyapti. Xo'p, bu tomonimiz Kaminat Gay ko'chadan chiqasiz. Bu tomon Shukrona magazinda oldidan chiqasiz. Bu tomonimiz Amon tomon Arka ko'cha ekan. Mana tomon Gay ko'chadan chiqasiz. Kaminatda turibdi, holati. Buni oldin $60,000 qo'yishgan ekan. Hozir 50,000 ga berib yuboramiz deyapti. 20,000 kvartirani 22,000 hisoblasangiz ham endi yaqinda $5,000 navorot qilishgan. O'shani hisobini olib qo'yasiz. Hamda qassobxonasi, gaziraxona, marojnoxona hamma yo'qlari tovarlar bilan tashlab ketishar ekan. Xaladelliklardan tortib hamma tovari qoladi. Xo'p, savdo bo'lar ekan 4 million, 5 million, 6 million savdo bo'lar ekan. 6 milliongacha. Bu 24 yillik do'kon mana, holati zo'r. Dom chiqib, o'zi tovardan ham do'konchilar biladi, to'lib turibdi. Chunki xo'p, so'rov borligi uchun olib kelishadi, hamda to'ldirib chiroyli qilib mana pista odamlarga chop kelib qo'yishdi. Hamma tovarlari 60 millionda atrofida chiqarilyaptilar. Tovarlari bilan qoladi. Ko'chmas mulk bitta kvartiramiz bor, 2 xonali, 2 ta oila, 2 ta kelini bor odam tirikchilikda mana shu yerda o'tkazib, ham pulini chiqarib olsa bo'ladi. 1 yil yaxshi harakat qilsa, narxini 50,000 qo'yapmiz. Fasiy raqamli telefon egalari. Hozir shashilmay tursalaring. Uyda ham ko'rsataman, uyda ham holatini bitta ko'rasizlar. Uyga kirdik. Mana uyda holati birinchi etajda turibmiz. Padezlari juda ham chiroyli. Kirishimizda chap qo'lda sanuzelimiz, sanuzelli ham remonti yaxshi, bemalol yashasa bo'ladi. 2 ta oilaga aytganimizda biznes qilib ham yashab tursa bo'ladigan holatda. Bu uyimiz holati bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Pastdagi raqamlar egalari. Sizlarga Kaminatda mana shunaqa biznesi bilan hamma